Dubayda pulga sotilib yursam ham bo'ladi bir 1,5 ming. Normalniy. Zo'r so'qqaga olishadi. Kamida o'ldim deganda, agar men shu burun bilan tishni to'g'irlatmasam bo'ldi. Dubayga boraman, Dubayda menga ish bor. Javob. 1,5 ming. Har bir xotkazga berishadi. Javob beraman men shu gapimga. Nega chiroyli yonda kim ham turalardi jallab. Shunaqa ham chiroyli bola bo'ladim. Abdullo Gey Guftatay, men chatimga tojik bolalar yozibdi. Jigarlarim, addushi, radnoylarim. Aslan tojik naxo. Qayerdan? Sizlar qayerdan bu gaplarni olib yozibsizlar? Instagramda hamma joyga qaramasam jallab men bilan qanaqadir video chiqqan bo'lsa, pastiga anu Drakulani gifini tashibsizlar. Qayerdan u jallab? Qayerdan miyalaring keldi? Naxoy tojik debsizlar meni. Naxoy aytinglar qani? Naxoy tojik debsizlar. Qanday oka, qancha vaqt ichida formaga qaytasiz? Bilmadim, yana bir 2 haftalar o'ynasam, uje hayotim yurishib ketsa kerak, hozir tak normalniy. Sevsa minuslar bilan sevadi. Ya, sevsa minuslar bilan sevmasin. Sevish uchun nimadir demoqchi edim hozircha esimdan chiqib ketdi. Hayit bilan aka hayit emas-ku, 6-kuni hayit. Muana sila deb bering. Yo'q, aytmayman. Oddiy yosh bolalar bir oka Asilxon haqida gap. Boring, qanaqa Asilxon haqida gapiring. Menga men YouTube'da ham, Instagram'da ham, kommentariyada ham, hamma joyda meni o'zimga qiziqinglar, mana Aslan bo'yda o'ziga qiziqinglar, o'g'liga qiziqmaylar. O'g'il betarbiya, tarbiya olmagan. Men streamlar bilan bo'lib, bechora o'g'liga vaqt ajratilmay qo'ygandim, ana bu qopti. Ozgina miyasi tentirab qopti. Aslan qo'tidan harom pa bugun hozircha tasavvur qiling, hozir mana telefonni men shunday qo'yaman, mana men shunday qo'yib qo'yaman-da, iPadni olib iPadda PUBG o'ynab o'tiraman hozir. Primoy efirda bo'ladimi shunaqa qilsam? Shuni kutib tursangiz bo'lmaydimi? Ertandan stream qilsam, streamda yozsangiz bo'lmaydimi? PUBG o'ynadi. Yo'q, jallab. Kommentariyada ham, Primoyda ham, streamda ham donat qilib ham PUBG o'ynang. Aka PUBG o'ynang. PUBG. Skruzi Xorazm gujuda ber. Skruzim o'ziga aytaman, aka kibr ekansiz boru. Ana shunaqa kibrman. O'zi jallab bitta men bo'lsam kerak. Men shu Instagramda даже 5000 ta podpishki ham bo'lsa, gaplashmaydi podpishkilar bilan. Eng yaxshisi men bo'lsam kerak, primoy efir. Primoy efir yondirib gaplashib o'tiraman, streamda gaplashib o'tiraman. Boshqalar вообще po'xu jallab. Hozir podpishki so'kib qo'ysa, nima do'san jallab? Nomeringni tashagin, men seni topaman. Allo, naxuyu, sikib qo'yaman. O'shalar kibr demaysizlar. Meni jallab kibr deysizlar. Qanday kibr deyish mumkin? Mendaqa zo'r odam. Voy. Qalaysan gavnavoz. Zo'r. Aka, menga yozishingizni iloji bormi aka? Ayting, allo. Конечно, iloji bor. Qanday iloji bo'lmasligi mumkin? Kibr. Ha, kibrman. Pizzas kibrman. Qanday tushundingiz? Kibrman. Ha, harommi? Siz haromsiz, jigarim. Jasur kod deb bering. Bila boshqalarga aytsalar, men mana uni kod deb bering, buni deb bering. Yo'q, jallam, menga faqat aytishadi. Edit uchun Pampers ayting. Men faqat yoshligimda qanaqa Pampers taqqanim eslolmayman. Bittasi bo'lardi jalab. Pipersmi? Pulpersmi? Bimbermi? Nimadir degani bor edi. Qarochi men shu nomer eding. Hozir jallab qanaqa lalaku, odamcha-ku, kuchuycha-ku. Mana shuna Pampersda chiqib ketgan. Lekin odamlar Pampers olayotganda ham bolalariga realni odamlar Pampers olayotganda tanlaydi jallab Pampersni. Mana bu zo'r, bunisi yomon. Shuna Pampers ham bo'ladimi? Bar hammasi bitta buq tushlab turadi. Zo'r. Hazırlashim, qizishib ketdim. Bilay, kundan kunga chiroyli bo'lib ketyapman. O jallab, nimadir qilaylu jallab. Ne unaqa chiroyli bo'lib ketib qolyapmiz ana qo'y.
Mana shu yerimdan ugri chiqqan, mana berimdan. Shoninglar mana shu ugri jalab nervimdan chiqqanmi bilmayman. Shunday teginaman bo'ldi. Yuriklarimgacha og'rig'i yetib boradi. Охуеть, bile. Ko'tma bu. Ha, ko'tma. Jamshid ko'tdi beni. Yo'q, aytmayman. Короче, Joxa 434. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Salom ayting, galus. Pipi bilan g'alayni urishtiring. Jallab yotibdi qayerlardadir. Narigi xonada yotdi ikkovim. Mehnat qilib pul toping. Kakras mana aytdingiz, ertaga jallab chiqyapman. Martgor bozorga. Bu bloger kelib qolsa keyin, ami chiqdi jallab. Endi mashinaning yoniga yugurib boraman. Keyin voy mana bizni qaranglar, mana bizda mana shunaqa mardikorlar bor. Ish yo'q, yuring aka, men sizni ovqatlantiraman, soqolingizni oldiraman, sochingizni oldiraman. Dedi keyin 500 ming like bo'ladi, bir 7 million prosmotr. Keyin kazinodan bitta reklama olib kazino qilsa, jalla. Pipi Beach. Qutag'an Beach, dalbayob. O'g'lingizdan telefonni olib qo'ying. O'g'lim hozir ayasini yonida, ayasiniga ketgan jallab. Kiysin, men uyimga kiysin, men o'g'lim olib qo'yaman telefonni. Boshqa video qo'ymaydi. 91 761 77 72 shunga prank qiling. U yibat genisiz, jallab. Hozir telefon qilaman, prank qilaman deb. Keyin o'zingiz telefonni ko'tarasiz, keyin men nomerimni bilib olasiz. Men nomerimni bilib olganingizdan keyin hamma juralaringizga nomerimni berasiz, telefon qilasizlar. Tindirmay shaqla-shuqul telefon qilasizlar keyin. Jallab tomog'imdan o'tmay qoldi-ku, buyunami yeysiz-ki. Bir 3 yildan keyin mana shunaqa bo'laman shoninglar. Bakalda turibdi-ku, ko'merim. Bir 3 yildan keyin mana shunaqa darajada semirib ketaman. O'g'lazalaring shoninglar, o'g'lazalaring shonmaydi. 3 yildan keyin Aslanboy. Gonka qilmaysizmi Doniyor Qayum bilan? Yo'q, men unaqa jallab xuyna narsalarga aralashib yurmayman. Nima qilaman gonka qilib? Bitta lobby o'ynaylik-dir oling iltimos. Xo'p. Akalar like bosamiz, ekranga ikkitagina urib qo'yaylik. Akalar iltimos, akalar padarga tashinglar, she'r tashinglar. Mana hozir bizda battle ketyapti. Battle'imizda yutishimiz uchun bizlarga bitta she'rlar ehson qilib qo'yinglar. Akalar iltimos, Alloh roziligi uchun bitta tashlab qo'ying she'rchadan. Battle'da yutaylik. Labz qaytaramiz, labz. TikTokda bir kun jallab bittasini prямой efirga kirib qolsa, mana shunaqa yozyapti. Xuyet. Laos qaytaraman. U nima ekan deb qiziqsam jallab. U Laos degani tepa podpiska bossang, men ham qaytarib podpiska bosaman. Like bossang, men ham qaytarib like bosaman degani ekan. Brat, menikin ham o'qing iltimos. Sizni fanatingizman, sizni jallab. TikTokda yana battle qilaymi ekan-a? Hazillashdim. Anoq o'tiraman, yalinib o'tiraman. Akalar, iltimos, mana ekranga bitta mana shunday bosib qo'yinglar. Iltimos sizlardan yutaylik deb. Aslan ko'tmasan, ko'tma. Короче, hammalaringga xayr. Jallab mana nimadir qilib sizlarni anaqa qilay, qayergadir. Akalar, mana bizning profilimizga kirsalaring, profilimizda Aslanboyning yagona Telegram kanali bor. Mana shu yerdan kirib siz Aslanboy promo kodini olishingiz mumkin. Aslanboy promo kodidan siz
kazinoni ichiga 1 milliard donat qilsangiz bo'ladi. 1 milliard 10 milliard bo'lib tushadi. Shuning uchun Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar deb naybat qilyapman. Hech qanaqa kazino emas. Astonboy haqidagi birinchi yangiliklar faqat Telegram kanalida bo'ladi. Tak что o'tinglar. Короче, hozir 2-325 sizlarga podarka qilaman. Faqat Telegram kanaliga o'tinglar hozir. Короче, prямой efir tugadi hozir. Profilimga kirasizlar, bittagina silka bor Telegram. Mana shu Telegram kirsalar ham hozir Telegram kanalida 2-325 просто takka jallab, tekinga sizlarga berib oraman. Promokod tashlayman, o'sha promokod yozasizlar, akkauntlaringga tushadi. Так что hammalaringga xayr.